ketdi, sizlar ham men bilan dam olib kelasizlar. Toshkentdagi eng yaxshi oteldan o'zimga bitta nomer bron qildim. Kelishim bilan pishillab yig'lashga ham ulgurdim. Keyin men shuncha pulli xonada yig'lab o'tirishga to'ladimmi dedim. Bor deb kiyinib basseyniga tushdim. Men bu otelda basseyniga kelib turaman, menga juda ham yoqadi. Shu basseynda ham nimadirlarni o'ylab siqilib oldim. Keyin xonaga chiqib vannani to'ldirdim. Narsalarimni joylashtirdim. Kinolar ko'rdim. Rosa burger yegim keldi. Keyin xonaga burger zakaz qildim. Vanna to'lguncha bo'lsa, burgerni tiqib oldim. Cho'milib oppoq qiz bo'lib chiqib, sochlarimni qilib, kechqurungi uxudlarimni qilib, yeppa-yangi olgan xohoylarimni videoda maqtanib, chiroyli look qilib, shunaqa kiyinib chiqib ketdim. Kechasi уже shunaqa suv ichib qopdi, yaxshi ham shunaqa kiyinimman. Mashinamning zaryadkasi kam qolganda, o'shanga to'ldirib kelishga ko'chaga chiqib ketdim. Mashinada mazza qilib aylandim, ashulalar eshitdim, lekin baribir boru benzinli mashina zo'r edi-da. Yangi mashinani zaryadkaga qo'yib, men charchab ketdim. Zaryadkani to'ldirib xonaga qaytdim, xonaga bomba tushgan. Endi ovqatlanaman deb tursam, pastga 5 minutga tusha olasizmi deb ana u bola menga telefon qildi. Tushsam, shunaqa chiroyli gul ko'tarib kelibdi menga. Настроением yo'ligini aytdim, ko'tarilsin deb olib kelibdilar va shunaqa xursand bo'lib ketdim. Sushini ham tiqib oldim, shu bilan uxlashga yotdim. Oxirgi payt ishimda, shaxsiy hayotimda juda ko'p problemalar bo'ldi. Shunga ozgina chalg'idib, bir kunimni boshqacha o'tkazishga harakat qildim. Lekin ko'rib turganinglardek, balo ham boshqacha o'tmadi. Xullas, men shu bilan uxlab oldim. Всем пока.